Aziz ota-onalarim, nuroniylarim, sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, har bir nafaqaxo'r bilishi shart bo'lgan bir xabarni bugun birgalikda muhokama qilamiz. Ertadan boshlab elektr energiyasi uchun belgilangan me'yordan oshsangiz, sizga shunchaki tekshiruv bilan kelishmaydi. Yo'q, bugun sizni 5 million 400 ming so'mlik jarimalar, sudsiz tarmoqdan uzib qo'yishlar va hokim tomonidan tashkil etilgan tunda reyd brigadalari kutmoqda. Bu qanday dahshatli yangilik, bu qanday adolatsizlik, bu haqda gaplashamiz. Axir sizlar azizlarim, bu vatan uchun umringizni bagishladingiz. Urushdan keyin vayron bo'lgan qishloqlarni tikladingiz, yangi shaharlar qurdirdingiz, paxta maydonlarida ter to'kdingiz, zavod fabrikalarda tunu kun mehnat qildingiz. To'rt devorni qurdingiz, farzandlarni voyaga yetkazdingiz, nevaralarga mehr berdingiz. Har bir gishtda, har bir daraxtda, har bir ko'cha asfaltida sizning mehnatlaringiz mujassam. Sizlar shu yurtning tirgagi, faxri bo'lgansiz. Endi esa qarigan chogingizda, farzandlaringiz oldida, nevaralaringiz oldida mana shunday tahqirmi? Bu yurt uchun qancha yil mehnat qilganingizni, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni, bugungi kunga qanday qilib tirikchilik qilayotganingizni izohlarda yozib qoldiring. Keling, o'zimizning haqiqiy qahramonlarimiz kimligini, kimlar bu yukni o'z yelkasida ko'targanini butun dunyoga ko'rsataylik. Sizning qancha ish stajingiz borligini, qanday kasblarda ishlaganingizni yozing. Sizning fikrlaringiz, sizning hikoyalaringiz har birimiz uchun qimmatlidir. Azizlarim, esingizda bo'lsa, avvallariku har qancha qiyin bo'lmasin, ozmi ko'pmi bir barqarorlik bor edi. Pensiya jamg'armasi orqali olinadigan nafaqalar, garchi ko'pchiligimiz uchun yetarli bo'lmasa-da, hech bo'lmasa ertangi kunga umid berardi. Odamlar o'z pensiya pullariga biror nima olishni reja qilar, bolalarning to'yiga, nevaralarning o'qishiga ozmi ko'pmi yordam berishga urinishardi. O'sha paytlarda elektr energiyasi, gaz, suv kabi kommunal to'lovlar hozirgidek jonga tegmasdi. Albatta, narxlar oshib turardi, lekin hech qachon bu darajada bir zumda shuncha pul undirish, sudsiz tarmoqdan uzib qo'yish kabi vahshiy choralar qo'llanmas edi. Biz qonun ustuvorligi degan tushunchaga ishonardik. Har bir insonning huquqlari himoyalangan degan umid bilan yashardik. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi, azizlarim. Hozirgi kunda nafaqaxo'rlarimiz juda og'ir sharoitlarda yashashga majbur bo'lmoqdalar. Pensiya jamg'armasidan olinayotgan nafaqalar bor yo'g'i 1200, 1 million 300 ming so'm atrofida bo'lib, bozor narxlari bilan solishtirganda hech narsaga yetmaydi. 2120 yilgacha siz qanchalik qiyinchilik bilan hayot kechirganingizni bir o'ylab ko'ring. Farzandlari xorijda ishlashga ketgan, yolg'iz yashayotgan minglab otaxonaxonlarimiz bor. Ular o'z kunlarini qanday kechirayotganini tasavvur qila olasizmi? Biror kasallik sababli dori-darmonga muhtoj bo'lsa, kimdan yordam so'rashini bilmaydi. Bu yangi qonun, ya'ni 412-sonli qonun esa vaziyatni yanada og'irlashtirib yuboradi. 1200 ming so'm pensiya oladigan odam qanday qilib 5 million 400 ming so'm jarima to'laydi? Axir bu bir necha oylik pensiya puli-ku. Hokimiyat va energiya vazirligi bu kabi qarorlarni qabul qilishdan oldin bir o'ylab ko'rdimikin? Ularning o'zlari ham nafaqaxo'r bo'lishini tasavvur qildimikin? Hayronman, ularning nazarida qariyalarimiz kim bo'lib qoldi? Shu yurtning eng e'zozli insonlarimi yoki bir yukmi? Shuning uchun, aziz yurtdoshlarim, bu kabi muhim yangiliklarni, qonundagi o'zgarishlarni va sizning huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Faqat shu yo'l bilan biz birgalikda kuch bo'la olamiz, ovozimizni eshittira olamiz va huquqiy savodxonligimizni oshira olamiz. Har bir obuna, har bir fikr biz uchun katta ahamiyatga ega. Endi esa ko'proq xavf ostida qoladigan nafaqaxo'rlar toifasiga e'tibor qarataylik. Birinchi navbatda bu yolg'iz yashayotgan keksa insonlarimiz. Masalan, mahallasimizda yashaydigan 69 yoshli Sevara buvi. U kishi kolxozda 40 yil paxta ekkan, 8 farzandni katta qilgan. Hozir farzandlari chet elda, o'zi yolg'iz yashaydi. Eskirgan muzlatkichi bor, chunki yangisini olishga qurbi yetmaydi. Muzlatkich esa eski bo'lgani uchun ko'proq elektr sarflaydi. Kechasi 1-2 soat televizor ko'radi, yotishdan oldin namoz o'qiydi, bitta lampochkani yoqadi. 200 kilovat me'yorni oshirish uning uchun juda oson. Mana shunda uning eshigiga tunda reyddagi brigada kelib 5 million 400 ming so'm jarima yozsa, Sevara buvi bu pulni qayerdan oladi?
Uning yuziga qanday qarab turishadi? Uni tarmoqdan uzib qo'yishsa, issiqda yozda, sovuqda qishda qanday kun kechiradi? Bu holat bizning milliy qadriyatlarimizga, keksalarimizga bo'lgan hurmatimizga qanchalik to'g'ri keladi? Bu kabi misollar juda ko'p. Har bir mahalla ko'chalarida, har bir hovlida shunday og'ir sharoitda yashayotgan onaxonataxonlarimiz bor. Ikkinchi toifa bu surunkali kasalliklarga chalingan, tibbiy asbob-uskunalarga bog'liq bo'lgan nafaqaxo'rlarimiz. Tasavvur qiling, yoshimiz 70 dan oshgan, biror yurak kasalligi bor otaxonimiz bor. Yoki qon bosimi baland bo'lgan onaxonimiz. Yozning jaziramasida ventilyatorsiz, konditsionersiz qanday yashaydi? Qishning izgirinida isitgichsiz qanday isinadi? Bu asboblar elektr energiyasini talab qiladi. Davlat tomonidan beriladigan pensiya ularning dorilariga ham zo'rga yetadi-yu, kommunal to'lovlarni qanday qilib ko'tarsin? Ular uchun elektr energiyasi shunchaki qulaylik emas, balki hayotiy zarurat. Shu sababli ularning ahvoli yanada og'irroqdir. Uchinchi toifa bu ko'p bolali oilalarda yashaydigan, lekin pensiya yoshida bo'lgan buvilarimiz. Garchi ular farzandlari bilan yashasa ham, ularning pensiyasi ko'pincha oila budjetiga qo'shimcha bo'ladi. Ba'zan hatto asosiy daromad manbai ham bo'lishi mumkin. Katta oilada elektr sarfi tabiiyki yuqori bo'ladi. 999 yillarda qurilgan uylardagi simlar eskirgan, texnika eskirgan. Mana shunday sharoitda 200 kilovat me'yorni saqlash deyarli imkonsiz. Endi qanday qilib bu oilalar kun kechiradi? Lekin shu bilan birga ba'zi nafaqaxo'rlarimizga yengilliklar yoki qo'shimchalar berilishi haqida ham gap so'zlar yuradi. Masalan, ba'zi bir ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga, yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun kommunal to'lovlarda imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu haqda aniq ma'lumotlar kam. Ko'p hollarda bunday imtiyozlar ham amalda to'liq ishlamasligi mumkin. Pensiya jamg'armasi orqali beriladigan nafaqalarga qo'shimcha ko'paytirishlar haqida ham tez-tez aytiladi. Ammo bu ko'paytirishlar narxlarning o'sishi bilan taqqoslaganda juda kam bo'lib, odamlarning turmush darajasini yaxshilashga yetmaydi. Azizlarim, mening fikrimcha, davlat o'z fuqarolariga, ayniqsa keksalariga g'amxo'rlik qilishga majbur. Bizning ajdodlarimizdan qolgan eng ulug' meroslardan biri bu keksaga hurmat, yoshi ulug'larning duosini olish, ularni e'zozlashdir. Bugun esa bu qadriyatlar oyoq osti qilinayotgandek tuyuladi. Yoshlar korib turibdi, qariyalarga shunday munosabatda bo'lishsa, ularning o'z kelajaklari qanday bo'ladi? Yillar davomida to'plangan donolik, hayotiy tajriba, sabr-toqat, bularning hammasi bugun qadrini yo'qotyaptimi? Bu savollar har birimizni o'ylantirish kerak. Bizning jamiyatimizda nuroniylarga hurmat azal-azaldan mavjud bo'lib kelgan. Mahalla-ko'yda biror masalani hal qilishda ularning duosi olinardi, maslahatlari so'ralardi. Hatto urush paytida ham, ochlik paytida ham keksalarimizga alohida e'tibor berilgan. Bugungi kunda esa eng oddiy ehtiyoj elektr energiyasi uchun ularning hayotini shu qadar qiyinlashtirish adolatdanmi? Sizning mahallangizda bunday holatlar bo'ldimi? Qo'shningiz qanday yo'l tutdi? Ular bu yangi qonun haqida nima deyishmoqda? Sizningcha bu yangiliklar haqida qariyalarimizga kim tushuntirish kerak? Buni qanday qilib osonroq tushuntirish mumkin? Bu savollar sizni ham o'ylantirayotganiga ishonchim komil. Fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun juda muhim. Endi esa azizlarim, bu og'ir vaziyatdan chiqish yo'llari va sizning huquqlaringizni himoya qilish bo'yicha aniq tavsiyalarimni beraman. Birinchidan, huquqiy savodxonlikni oshiring, esda tuting, hech kim sizni sudsiz tarmoqdan uzib qo'yishga haqli emas. To'g'ri, qonun 412 raqami bilan qabul qilingan, ammo O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va boshqa qonunlarda har bir fuqaroning mulk huquqi, sud himoyasiga bo'lgan huquqi kafolatlangan. Elektr energiyasi xizmati bu mulk hisoblanadi. Sizni elektrdan uzish uchun sud qarori talab qilinishi kerak. Hokimning yoki boshqa idoralarning bir tomonlama qarori bilan sudsiz tarmoqdan uzish konstitutsiyaga zid bo'lishi mumkin. Agar sizga bunday xabar kelsa, darhol bizning yuristlarimizga yoki boshqa malakali yuristlarga murojaat qiling. Sudsiz degan so'zning o'zi katta qonunbuzarlikni anglatadi. Ikkinchidan, elektr energiyasini tejash choralarini ko'ring. Garchi bu juda galati eshitilsa ham, hozirgi vaziyatda bu bizning yagona yo'limizdir.
Oddiy choklanma lampochkalarni LED lampalarga almashtiring. Ular kamroq elektr sarflaydi va uzoqroq xizmat qiladi. O'zingizdan ortgan jihozlarni, masalan, zaryadlovchi qurilmalarni yoki televizorlarni foydalanmayotgan paytingizda rozetkadan sugurib qo'ying. Bu ham ozgina bo'lsa-da elektr sarfini kamaytiradi. Kun davomida imkon qadar tabiiy yorug'likdan foydalaning. Kechasi esa kerakli joylarda bitta-ikkita lampochkani yoqishga harakat qiling. Albatta, bu tavsiyalar qiyin, ammo vaqtinchalik choralar sifatida bu bizga yordam berishi mumkin. 3-dan, hisoblagichlaringizni doimiy ravishda nazorat qiling. Har oyda elektr hisoblagichingizning ko'rsatkichini yozib boring, hattoki suratga olib qo'ying. To'lov kvitansiyalarni saqlab qo'ying. Agar sizning hisoblagichingizni tekshirishga kelishsa, ulardan xizmat guvohnomasini, vazirlik yoki boshqa tashkilotdan vakolat berilganligini tasdiqlovchi hujjatni talab qiling. Ularni videoga olish yoki audio yozish huquqingiz bor. Hech qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki uy ichidagi vaziyatni tasdiqlovchi dalillarni ko'rsatmaslikka haqlisiz, agar ular tegishli sud qarori yoki prokuratura ruxsatisiz kelgan bo'lsa. Tunda keladigan reyd brigadalari esa shubhali. Ularni uyga kiritmaslikka haqlisiz, ayniqsa agar ularning hujjatlari shubhali bo'lsa yoki ular tunda kelishgan bo'lsa. Mahalla raisiga yoki profilaktika inspektoriga darhol xabar bering. 4-dan, mahalliy hamjamiyat bilan birlashing. Mahalla faollari, oqsoqollar, yoshlar bilan birgalikda bu muammoni muhokama qiling. Birgalikda harakat qilsak, ovozimiz yanada kuchliroq eshitiladi. Mahalla qo'mitalari orqali tegishli idoralarga murojaatlar tayyorlang. Jamoaviy murojaatlar har doim yakka tartibdagi murojaatlardan ko'ra ko'proq e'tibor tortadi. Bizning milliy mentalitetimizda mahalla hamkor, mahalla madadkor degan tushuncha bor. Aynan shu paytda bizga o'z mahallamizning yordami kerak bo'ladi. Birgalashib, nafaqaxo'rlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha guruhlar tuzishimiz ham mumkin. 5-dan, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar siz pensiya miqdori yetishmasligi sababli kommunal to'lovlarni to'lay olmayotgan bo'lsangiz yoki sizga qandaydir imtiyozlar berilishi kerak deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ularning maslahatini oling. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yordam berish majburiyatini unutmasligi kerak. Ba'zi hollarda ular sizga subsidiyalar yoki boshqa yordam turlarini taklif qilishlari mumkin. Bu jarayonda ham bizning yuridik maslahatlarimiz sizga yordam beradi. 6-dan, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar sizning huquqlaringiz buzilganini his qilsangiz, prokuraturaga, Adliya vazirligiga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qiling. Shikoyatlaringizni yozma ravishda berishga harakat qiling va har bir shikoyatning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatni, kirish raqamini olishni unutmang. Bu keyinchalik sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim dalil bo'ladi. Hech kim sizni ovozingizni chiqarishdan qo'rqitishga haqli emas. Sizning huquqingiz bor va bu huquqni himoya qilish uchun kurashishingiz kerak. Aziz ota-onalarim, nuroniylarim, bugun biz juda og'ir va muhim mavzuni muhokama qildik. Elektr energiyasi uchun 5.400.000 so'm jarima va sudsiz tarmoqdan uzib qo'yish bu nafaqaxo'rlarimiz uchun juda katta sinov. Bu faqatgina moddiy muammo emas, balki keksalarimizning qadr-qimmatiga, ularning mehnatlariga bo'lgan hurmatsizlikdir. Shunday ekan, azizlarim, endi savol tugiladi. Bizning nuroniylarimiz, shu vatanimizning tirgagi bo'lgan insonlar o'zining yuziga tunda keladigan reyd brigadalarini kiritishga majburmi? Bor yo'g'i 200 kilovatt-soat elektr energiyasi bilan bir oy yashay oladimi? Sizningcha bu adolatdanmi? Bu kabi ahvolga tushgan biror oilani bilasizmi? Javobingizni izohlarda kutaman. Zero sizning fikrlaringiz bizning kelajagimiz uchun muhim.